Ko'ngli bo'shlar ko'rmasin. Qazonrezgi payt nosfurush xonadoni. Ishchilar nos tayyorlash uchun kravat setkasida kul elamoqda. Ishchi bergan ma'lumotga qaraganda 1 kilogramm o'tin kuli 15 ming, 1 kilogramm chiqindi, ya'ni axlat kuli 5 ming. Ishchilar qayerdadir yoqib kelgan, yomg'irda namiqib qolganligi uchun to'liq yonmay qolgan axlat ichidan chiqqan ma'lum bir chiqindilarni ko'rib shokka tushdim. Kuraklab setkaga otilayotgan kuldan chiqqan yonmay qolgan chiqindilar. Birinchi kurak ishlatilgan shprits, ikkinchi kurak yarim yongan rezina, uchinchi kurak ishlatilgan bolalar tagligi, to'rtinchi kurak yana qanaqadir taglik, beshinchi kurak jinsiy aloqa paytida ishlatiladigan bir martalik himoya vositasi. Elangan kulni na qaynatishdi, na yondirishdi, na qovurishdi. Tamakiga aralashtirildi va nos tayyorlandi. Nos chekadiganlarning ba'zilari diqqatiga. Menimcha sizlar tamakidan kayf qilmayapsiz-o. Ba'zi noskashlar aytishlari mumkin. Biz chekadigan noslar unday emas deb. Siz chekadigan nosni ham tamakiga shokolad qo'shib tayyorlashmaydi har holda. Shuncha gapdan keyin ham nos chekaverishingiz, nos cheksa tahorat buziladimi, buzilmaydimi deb domlalarini boshini qotiraverishingiz g'alati emasmi?